Taşmurat, Priyom. Priyom eshtyapman. Palov pishdimi, palov? Pishdi. Ali Baba'nın klientlerini chaqiraveraymi? Chaqiraver, osh pishdi. Bo'ldi. Qozonni ko'tib jabishib ketmasin. Cho'g'iga qara, cho'g'iga. Bo'ldi, Priyom. Har kuni Moskvada konsert qo'yasizlar. Bu Raminsk rayonidagılar kim o'ylaydi? Nima deb o'ylaysiz? Faqat Birgat Baba o'ylaydi. Kamerasimni da aylantir. Mana yer stansiya ayna. Ko'ryapsizmi? Mana shunday aylantir endi. Mana yer Ali Baba çayxona, restoran, kafe Ali Baba. Ko'ryapsizlarmi? Raminsk rayon uji hit qildi qayerdaligini. Ana shu yerda ayna gala konsert. Haz ichkariga kiramiz. Ikkita hofiz, bitta hofizga kelib olgan o'zlaricha. Shulardan intervyu olamiz. Jonli ijro bo'lsa kelasizlar. Tushundiringizmi? Kim bor ko'rasizlar? Qaysi kunga qo'yishini so'raymiz. Hozir sekretni sizlarga polni kazyollik qilamiz ayna. Kamerasi ketdik. Aynajon Ali Baba çayxona desa Ves Raminsk qilgan. Tushundingizmi? Siz o'ylamang kim keldi bu yerga deb. Polni xod mashina hofizalar kelgan. Bir kazyollik qilib beqing. Nimadir maslahat qilyapti o'zlaricha. Jonli aytamiz deb fonogramma qo'yib beramiz deyapti. O'tmaydi ayna. Polni jonli deb so'raymiz. Tushundingizmi? Hamma men bilan birga bo'lsin. Keling. Assalomu alaykum ayna. Boshlab keldik Birgat. Navrijon ayna yaxshisizmi? Yaxshisizmi? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bir bolani boshladik. Boshladik. Nima bo'layapti bu yerda? Konsert ko'rsatyapti shu yerga. Moskvani shuncha konsert qo'ydilar, bo'lmadimi? Bo'ldi. Bu ham taklif bo'layapti. Bu yoqqa qo'ymaysizlarmi deydi. Raminkida? Raminkida. Raminsk. Polni jonli bo'ladimi, yo'qmi? Bo'ladi. Sizda-chi? Bo'ladi. Rap so'rasa rap bo'ladi. Qanday so'rasa shunday bo'ladi. Taklif bilan keldik biz o'zimizdan kelgan yo'qmiz. Yo'q-a? Bezor qilingdan kelgan. Ishonasizlarmi shu gapga? Nimaga ishonmayman? Polni sizlarning muxlisingiz va ko'p eshitaman. Shu gap. O'ziga yarasha. Tag'an astag'iga bak. Qizil kiyimni kiyib keldi. Qizil kiyimda keng. Polni fanatlaringiz shu qizil kiyimda. Qizil ko'ylagim. Qizil ko'ylagim. Ana tavasini qara. O'zimnikida. O'zingiznikimi? Hay nima deysiz? Birga. Siz bu yerda o'tiramiz, qayerdan bilib qoldingiz? Mening qulog'im polni xot ketgan. Meni aytmay o'zlaricha Ramkiga kelib olib konsert qo'ymoqchi. Bemen bo'lmaydi konsert. Yozing ayna kommentariyga. Jamlari kirib qolganda bir ayna aytadi. Birga xush kelibsiz deydi. Kim taniydi masalarni? Men taniydi. To'g'rimi? Fanat ko'pmi? Bo'lmasam sen reklama qilib, nechinchida konsert qanday? Qachon konsert? 3-dan aslida. Necha so'm berasizlar? Necha so'm berasiz? Keyin gaplashamiz axir. Puli normal bo'lsa qilaymi? Ayb. Bo'ldi, tamom. Короче, aynalar. Nima deydi? Konsertimiz Rayon Raminskiy Çayxana Ali Baba stansiyaning oldida ulitsani pastga yozib qo'yamiz. Raminskiy rayon stansiya fabrichnikda. Elektrishkama keldingizmi deyman. Bilib ol. Tak что hammalaringizni kutib qolamiz. Kechki payt soat nechida boshlanadi? 8da boshlaymiz inshaalloh. Polni gazini bosamiz. Polni gazini bosamiz. Tak что kelasizlar, biletni qanchadan qilyapsiz? Biletni kelishamiz axir. 3 ta artist O'zbekistondan chaqirganmiz. Ha, bu kishini O'zbekistondan chaqiramiz. O'zbekistondan chaqirganmiz. Ayna pakrivat qilish kerak, tak что kelib olib. Bittagina. Ko'rdingizmi ayna? Yana kelib olib. Ha? Men Farg'ona qiziman. O'ling. Tojikiston o'g'loni. O'layni. Men erib ketyapman endi, erib ketyapman. Taqishlaylar. Hammalaringizni sham bugun kutib qolamiz shu yerda. Endi maqsad nima bo'ldi? Moskvada ko'raverib jigarlarni endi ko'pchilik bilan salom-alik qildik. Ko'pchilik bilan didor g'animat qildik. Endi Raminsk rayon qolib ketdi. Xudo xolasa sizlarni sham bugun kutib qolamiz bayram oldidan. O'tirib, o'yin kulgi qilib, endi nima deydi? Bir didor g'animatda. Nima dedim? Shu gapga qo'shilasizmi? Qo'shilamiz hammamiz. Taqishlamalaringizni kutib qolamiz. Ko'p gap eshakka yo'q. Pastda administratorning nomeri turibdi, pastda adreslar turibdi. Raminsk rayon Ali Baba çayxonasi Luboy taniydi, deyna. Tak что hammalaringizni kutib qolamiz. Gazini bosing, nomardga muhtoj bo'lmanglar.